Skverdan 1,5 kilometr uzoqlikda mana bu Novostroykani qaranglar. Yashnobod New Life turar joy majmuasi ekan. O'zini podzemniy parkovkalari ham bor. Har bitta jitil masjidga 500 ming, 600 ming to'lashar ekan oyiga, lekin mazza qilib yayrab, juda ham katta parkovkadan foydalaniladi. Mana shu Novostroykamiz 10 qavatdan iborat. Bizning sotilayotgan xonadonimiz 6-qavatda bo'ladi. 117 kvadrat metr tashkil qiladigan 3 xona, 4 xona qilingan patkluvchi xonadonimiz. Dvori birinchi ko'rsataman. Bolalar maydonchasi juda ham shikarniy bo'lib turibdi. Daraxtlarga e'tibor berasizlar. Yam-yashil bo'lib turibdi. Endi qaranglar, bizning xonadonimizda hammasi katta kvadrat bo'lgani uchun har bitta podyezdda 3 tadan xonadon bo'ladi. Qolgan podyezdlarda 4 ta, 5 tadan xonadon. Bizniki eng keng podyezdli xonadonlardan bittasi hisoblanadi. Sizlar bilan tepaga chiqib batafsil ko'ramiz. Podyezdni bitta ko'rsatib yuboring. Mana liftdan chiqib keldik, zina bo'yamiz. Har bir qavatimizda imенно mana shu podyezdda 3 talik xonadon. Qolgan podyezdlarda 5 talik bo'ladi. Bu juda ham keng, yangi Novostroykamiz. Xonadonimizga kirib kelamiz, mana shunaqa uzun yo'lga qarang, patolog balandligi ham juda yaxshi. Men pirillab turgan chiroqlarni kelguninglarcha okamlar to'g'rilab beraman dedilar. Xonadonimizni eslatib o'taman, 117 kvadrat metr tashkil qiladi. 6-qavatda joylashgan. Mana bu yo'lagimiz bo'ladigan bo'lsa, o'ng tarafdan umumiy hojatxona, yuvinish xonalarimiz alohida qilingan bo'ladi. Ketdik o'ng tarafdan keyingi ko'radigan joyimiz. Oshxonamiz mana shunaqa uzun yo'lga qilingan. Oshxonamizga o'tib boramiz. Har kungi choy ichib o'tiradigan zonamiz. O'ng tarafdan bo'lsa, oshxona jihozlari tayyor qilingan. Xolodilnik deysizlarmi, bu yerdan turkontining kotyollari bor, tashqariga qaragan derazasi bor, devorga qaragan bo'ladi, atmosfera chiroyli ko'rinadi. Ko'rib turganingizdek, har bitta xonamizning o'zining radiator tizimiga ega, to'pli pollari tayyor qilingan. Ketdik, xonadonimizni ko'rishni davom etamiz. Gilamlarimizni ko'rasizlar, solingan bo'ladi. Asosiy kirish podyezdan eshigimiz bu yerda qoldi. Oshxonamizdan to'g'risida bo'lsa, juda ham keng, katta mehmonxonamiz. Endi men mebeldan o'zingizlar talabga qarab chiroylilarni qo'yib olsanglar, mehmon kutadigan ayni katta xona bo'ladi. Uzunligi 7,5 metr bo'lyapti, ko'rasizlar. E'tibor berdinglarmi? Bu yoq tarafdan ko'cha ko'rinadi. Juda ham katta yashil zonamiz. Har bitta Novostroykada hozirgi kunda bo'lish kerak bo'lgan narsa yashil zonalar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, balkonimiz bu yoqdan bo'lsa, skvajnoy bo'ladi. Oshxonamizdan devorga qaragan derazamiz bo'lsa, bu yoqdan ko'chaga qaragan bo'ladi. Ketdik xonadonimizni yana ko'rishni davom etamiz. Bu yoqdan dekorativniy zona, TV zona bo'ladi. Navbatdagi ko'radigan xonamizni endi qaranglar. Yo'lagimiz orqali endi o'ng tarafdan biza ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxona, mebellari qilinmagan, lekin yangi remontdan chiqqan bo'ladi. Bu xonamizning o'zining balkoni bor. Balkonimizda devorga qaragan, devor juda ham chiroyli, boya videoni boshida ko'rganingizdek hamma sharoitlar tayyor qilingan. Bu yerda ham radiatorlar o'rnatilgan bo'ladi. Xonadonimizni ko'rishni davom etamiz. Qaranglar, bu yo'lagimizning oxirini mebel qilib chiroyli yechim qo'ysak bo'ladi. Bu yerda videoni boshida aytganimdek 3 xona, 4 xona qilingan edim-ku. Mana shu 4-xonamizda ko'rayotganinglardek gluxoy bo'lib qolmasligi uchun derazaga joy ajratilgan, derazasi hali qo'yilmagan. Bolalar yotoqxonasi bo'lib qolgan bo'ladi. Ketdik. Yon qismida yana bitta bolalar yotoqxonasini ko'ramiz. Uzun yo'lga qilingan, mana shundan devor tortilib, rekonstruksiya qilingan ikkita xonaga bo'lib borish uchun. Alohida eshigi ham bor. O'g'il bolalar uchun mo'ljallangan yotoqxona ko'rishingiz mumkin. O'zining biralari qilingan, tashqariga qaragan derazalar mavjud, radiatorlar o'rnatilgan, xonadonimiz bo'ylab to'pli pollar bilan ta'minlangan bo'ladi. Umumiy maydoni 117 kvadrat metr tashkil qiladi. Bu Yashnobod New Life turar joy majmuasi bo'ladi. Xonadonimizni 3 xona, 4 xona qilingan, bemalol katta oilani sig'dirib olsa bo'ladi. Buni bag'riga juda ham yaxshi Novostroyka, boya aytganimdek, o'sha ko'p nasrallar turadigan Novostroyka. O'zbeklar kam ekan, men o'zim hozir ko'rib hayron bo'ldim, lekin tinch joylarga, yashil zonalarga boy. Narxini aytaman, 179 ming dollar bilan baholashyapti. Kelinglar, gaplashinglar. Okam yumshoq odam ekanlar. Ancha kelishtirib beraman, kelib narxini sanasi dedilar. Qo'shimcha ma'lumotlarni pastga raqamga qo'ng'iroq qilib, egalari bilan birga baraka qilsanglar bo'ladi.